Mana akam ham 40 chiqibdi. Endi tezroq uyni bo'shattirishimiz kerak. Bo'lmasa ham kelinni akani chaqiraylik. Issiqni ko'chlab berib yuboraylik. Jon yig'lamayman. Uyga ham xaridor topib qo'yganman. Amaki, uyda sotib olsangiz qayerda yashaymiz? Dadam o'lib qo'yarlar-ku. Bor yo'qol ayini oldiga. Aya, uyimizni sotib olishyapti-ku. Endi nima qilamiz? Dadam yo'qlar. Assalomu alaykum. Keling aka. Assalomu alaykum tog'a. Va alaykum assalom. Seni nima yig'lading? Tog'ajon, uyimizni sotib olishyapti. Endi qayerda yashaymiz? Aka uyni sotishmoqchi. Jiyanlaringiz bilan ko'chada qoldik. Aka, uyda bir 80 minglarga olsa kerak-a? Ha, 80 mingga oladi. Narx xaridorim bor. 40 dan bo'lishib olamiz. Kakras mashinamni almashtirmoqchi edim. Malibu bosib olamiz endi. Dadasi, sizni mashinangiz bor, menga ham bitta Gentra olib berasiz-a? Ha, bo'ldi. Biz Gentra ekanini olamiz. Bu dunyoda yuradigan mashinalaringni o'ylabsizlar-u, qabrga ketadigan mashinalaringni o'ylamabsizlar-da. Bu dunyoda shu norasida yetimlarni ko'chada qolishini o'ylabsizlar-u, oxiratda akangizga qanaqa javob berishni o'ylamabsizlar-da. Aytib qo'yay, qiyomatda shu ikkita yetim yoqalaringdan ushlab haqqini so'raydi.